Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi darsimizni ham boshlaymiz. Bugungi darsimizda o'tkir ishchilik insultini radiologik vizualizatsiyasi haqida gaplashamiz. Demak, bugungi mavzuda subyektivliklar uchun, nevrologlar uchun, nevrolog radiologlar uchun bag'ishlangan. Albatta, chuqur kirib borilmaydi. Bu o'sha sohasida ko'p duch keladigan insonlar uchun va o'zi bu sohaga qiziquvchilar uchun ham albatta bag'ishlanadi. Demak, birinchi dastlab kelinglar insult haqida gaplashib olsak, insultning ta'rifi. Anchadan beri eskidan qo'llab kelingan insultning ta'rifi bor. Bu WHO, ya'ni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tarafidan berilgan, ya'ni miya funksiyasini tez rivojlanuvchi, global yoki fokal patologiya beruvchi, 24 soatdan ko'proq davom etadigan, albatta o'limga olib keluvchi yoki bo'lmasa bemor ba'zan tirik qoladi ko'p holatlarda. Va albatta qon tomir etiologiyaga ega bo'lgan patologik kasallik deb ta'riflanadi. Demak, bilamiz, bu ta'rifga ko'ra ishemik insult va gemorragik insult farqlanadi. Ya'ni ishemik insultda bizda ateroskleroz kasalligi va boshqa kasalliklar sababli qon tomiri torayadi yoki bekiladi va qon toraygan joydan u yog'ida qon oqimi blood flow sekinlashgani yoki to'xtagani hisobiga ishemiya yuzaga keladi. Ikkinchi holatimizda bu gemorragik insult hisoblanadi. Gemorragik insultda qon tomiri ma'lum etiologiyada ma'lum bir kasalliklar sababli tomir yo'qolishadi va yoriladi va parenximiya qon yorishi sababli insult yuzaga keladi. Demak, bizda birinchi raqamda ishemik insultni rasmi, ikkinchi raqamda bo'lsa gemorragik insultni kompyuter tomografiyada qanday ko'rinishi berib o'tilgan. Albatta, ishemik insult eng ko'p uchrayuvchi patologiya hisoblanadi, ya'ni 80-85% statistikani tashkil qiladi. Gemorragik insult bo'lsa 15-20% umumiy insultlarni hajmini hosil qiladi. Keyin bizda qon quyilishlar ham asosan ikki xil bo'ladi. Arteriya qayerda yorilishiga lokalizatsiyaga qarab parenximaga qon quyilishi mumkin miyamizni to'qimasida. Buni biz interserebral gemorragiya deb ataymiz. Yoki bo'lmasa subarachnoidal bo'shliqqa yorilishi mumkin va bu subarachnoidal gemorragiya deb ataladi. Endi kelinglar yana bir narsa haqida gapirib o'tsak, yuqorida aytib o'tdik, 24 soat davom etishi kerak, 24 soatdan ortiq davom etishi kerak insult va o'limga olib borishi mumkin. Undan tashqari vaskulyar etiologiyaga ega bo'lishi kerak, o'tkir rivojlanishi kerak deb ta'rif berdik. Lekin undan tashqari bizda TIA bor, ya'ni transient ischemic attack, ya'ni tranzitorniy ishemik attack deydi ruschasiga. Bu holatlarda belgilar xuddi insultniki kabi bo'ladi, lekin 24 soatdan oz bo'ladi simptomlar davomiyligi va shu belgilar orqaga qaytadi, ya'ni bemor tuzalib ketadi. Lekin ba'zan bu tarifga yana bu qolipga tushmaydigan holatlar ham kuzatiladi. Rasmga MRTga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana yashil rangda berilgan bu eski gemorragiya deb beryapti. Demak, gemorragiya o'tkazilganiga ancha vaqt bo'lgan. Shuni ko'rib turibsizlar, lekin o'ng tarafda sabz rang strelka bilan bu yerda lakunar infarkt ko'rinyapti. Bu bemorimizda lakunar infarkt o'tkazgan bemorimizda, lekin klinika yo'q. Endi tasavvur qiling, buni biz tranzitor ishemik attack deb atashimiz mumkin bo'ladi, lekin bu qolipga tushmagan. Tranzitor ishemik attackda klinikaga qaytib ketishi belgilar bo'lmasa kerak deyiladi, lekin bizda belgilar qolyapti. Nimaga? Bu yerda chunki mayda klinikaga ko'rsatmaydigan mayda zararlanish bo'lyapti. Bularni biz silent lacunar infection deymiz, ya'ni jim yoki simptomsiz lakunar infarkt deb ataymiz. Demak, biz yuqoridagi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga teskari hozir holat yuzaga kelyapti. Demak, 24 soatdan davom etadi. 24 soatdan kam davom etadi. Belgilar qaytib ketadi deb yo'q. Mana belgilar qaytib ketganga o'xshab xuddi maskirovka berish mumkin lakunar infarktlar. Demak, shuni to'g'rilash maqsadida American Heart Association, ya'ni Amerika yurak assotsiatsiyasi ham o'z ta'rifini bergan. Ya'ni u ikkiga bo'ladi.
demak arterial etiologiyali va venos etiologiyali. Venos etiologiyaligi venous trombozus va shu kabi kasalliklar misol bo'ladi. Bu haqida keyinroq boshqa prezentatsiyamizda gaplashamiz. Hozir biz arterial etiologiyali infarktlar, insultlarga to'xtalib o'tamiz. Demak, insultlar ham arterial etiologiya bo'ladigan holatlarda okklyuziya va qon tomir yorilishi, rupture sababli yuzaga kelishi mumkin. Birinchi holatda, ya'ni okklyuziya holatida ishemik infarkt deb ataymiz. U agar nevrologik defitsitlar bilan, asoratlar bilan, ya'ni gemiparez, yuzlarni osilishi, gapirishda qiyinchiliklar bilan, asoratlar bilan qolsa, bu ishemik infarktli insult deb ataladi. Agar u xuddi boyagidek aytganimizdek o'tib ketuvchi bo'lsa, silence, ya'ni simptomsiz, jim ishemik infarkt deb ataladi. Qon quyishi ham interserebral gemorragiya, ya'ni miya parenximasiya qurilsa va subarachnoidal gemorragiya, subarachnoidal bo'shliqlarga quyilsa, shunday insultlar bo'ladi. Bular ham xuddi yuqoridagi kabi, agar nevrologik o'choqlar, defitsitlar bilan bo'lsa, gemorragiya sababli yuzaga kelgan insult deb ataymiz. Agar mayda o'choqlar bo'lib, ular klinika bermasa, demak simptomsiz silent gemorragiya deb ataymiz. Demak, shu holatdan kelib chiqqan holatda biz ta'rifini o'qiymiz, ya'ni insult nevrologik defitsitlar qaysiki o'tkir holatda rivojlangan, faqat zararlanishli markaziy nerv sistemasini kasalligi hisoblanadi va albatta u qon tomir etiologiya bilan bog'liq bo'lishi kerak. Qon tomir etiologiya obstruksiya tufayli ishemik infarktga va gemorragiya tufayli interserebral gemorragiya yoki subarachnoidal gemorragiyaga olib keluvchi bo'ladi. Yana bir kichik detal haqida gaplashib o'tsak, ya'ni ishemiya va infarkt. Ko'pchilik bu terminlarni demak o'zaro almashtirsa bo'ladi deb hisoblashadi. Lekin bular ayni bir narsa emas. Demak, bularning farqi bor. Demak, bizda ishemiya qon ta'minoti kamaygan, xususan kislorod yetib borishi kamaygan bosh miyamizni bir qismi hisoblanadi. Demak, bizda bosh miya ishemiyasida qon kamayishi va kislorodni ta'minlanishi kamayishi kerak. Endi infarkt bo'lsa, bu nekrotik to'qimani regioni hisoblanadi. Bunda ham xuddi yuqoridagi kabi qon ta'minotini buzilishi, shuni natijasida hujayraga kislorod kislorod bormasligi sababli kelib chiqadi. Buni ham ishemiya deymiz va ishemiya davom etsa va muttasil turib qolsa, bu holat hujayraning o'limiga, nekrozga olib keladi va biz shuni infarkt deb ataymiz. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, demak, ishemiya sababli infarkt yuzaga keladi. Demak, hozirgi kunda ishemik insultni kelinglar qanday davolashligi haqida gaplashib o'tamiz, chunki bu shoshilinch intensiv davolash holati hisoblanadi. So'nggi 10 yil ichida o'sha ishemik insultlarda miyani vizualizatsiyasi juda katta o'zgarishlarga, dramatik o'zgarishlarga yuz tutgan. Demak, bizga aynan ushbu vizualizatsiya kerak bo'lishligi, ya'ni vizualizatsiyada bemorning ahvoli qandayligi bizda dальнейший, ya'ni kelajakdagi terapiyani qanday olib ketishimizni ko'rsatuvchi yo'l sifatida ishtirok etadi. Shu sababli bizda miyani vizualizatsiya qilish o'ta muhimdir. Demak, 2015-yildan oldin insult qanday davolanadi? Albatta, gap Yevropa chet davlatlari haqida ketyapti. 2015-yildan oldin bemor kelardi. Insult boshlangandan 3 soat o'tgan bo'lsa yoki bo'lmasa klinika boshlangandan so'ng 4,5 soat o'tgan bo'lsa, maxsus tromboliz jarayonlari amalga oshirilardi va bemorni insult intensiv bo'limlarga yotkazilar edi. Ya'ni e'tibor qiling, 3,5 soat yoki 4 soatgacha
shifoxonaga bemor yetib bora olgan bo'lishi kerak. Shuni soatiga qarab terapiyani olib ketishadi. Demak, bu juda ham maloveriyatniy deydi ruschasiga, juda ham ilojsiz, iloj kam bo'lgan. Shu sababli bemor yashab qolgancha yoki ochoqli belgilar bilan ko'p bemorlar qolib ketgan. Demak, bizda shu 3,5-4 soat vaqt bu terapevtik deraza, ya'ni terapevtическое окно deb ataladi. Demak, muhim insultdagi tushuncha, ya'ni sxemalardan yana bittasi bu time is brain, ya'ni miya bu vaqt bu miya konsepsiyasi hisoblanadi. Buni yaxshi yodda tutish zarur. Ya'niki vaqt konsepsiyasi bemor qancha yaxshi terapiyaga uchrashni xohlasa, ertaroq u shifoxonaga olib borilishi kerak hisoblangan. Sababi qanchalik vaqt ko'p o'tsa oradan, shunchalik miya to'qimasi o'la boshlaydi, shunchalik bemorda simptomlari kuchayib ketadi. Shu rasmda ko'rib turibsiz, o'sha maymunlarda o'tkazilgan tajriba. Bu o'sha 1981-yildagi tadqiqot natijasi hisoblanadi. Lekin bu tadqiqot natijasi ham muhim hisoblanadi. Siz chizib ko'rsatsak, bu yerda ko'rib turibmiz. Demak, bu yerda cerebral blood flow, ya'ni bosh miyadagi qon oqimi minutlarda o'lchangan o'lchov berilgan bu yerda. Demak, yana ham zodroq tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda 100 gram qon, bu 100 gram miya parenkimasi uchun 1 minutda oqib o'tuvchi qon millilitrda berilgan. Aytaylik, bemorda 22, mana ko'ryapsizlar, 23-24 dan bu ko'rsatkich tushishni boshladi. Tushishni boshlagandan keyin bizda bemorda o'sha klinika rivojlanadi, ya'ni parezlar rivojlanishni boshlaydi. Lekin bemor sal bo'lsa ham bemorda harakati bor bo'lib turadi. Lekin bu tasavvur qiling, tushib boryapti, 20-15 gacha keldi. Bu yerda mana bu yerda ishlab parallel saqlanib turibdi. Qaysidir ma'noda hali bosh miya to'qimalari o'lmagan, hali tirik, kompensatsiya jarayoni ketyapti. Lekin bu, e'tibor qilsangiz, pastda vaqt berilgan. Bu vaqtda bor. 1 soat, 2 soat, 3 soat o'tgan sari miyada mana infarkt yuzaga keladi. Bizda demak, qanchalik vaqt cho'zilgani sari bizda infarkt yuzasi kattalasha boradi. Shu sababli time is brain konsepsiyasi aynan shu. Qanchalik tez shifokorga murojaat qilinsa, bemorning hayotini, nafaqat hayotini, uni tanasi, qo'llari harakatini saqlab qolish ancha foydali bo'ladi. Mana yana bir time is brain konsepsiyasiga mos tushuvchi tadqiqot. Albatta, bu hozirda shubha ostiga qo'yilgan bo'lsa-da, bu ham bir foydali bo'ladi. Ya'ni 1 sekundda 32 mingta bizda neyron yo'qotiladi. Bemorda insult bo'layotgan bo'lsa, bitta strok, ya'ni bitta insult o'tkazgan bemorda o'rtacha 1 milliard neyronlar yo'qotiladi. Tasavvur qiling, insonda umumiy hisobda 86 milliard, ya'ni bizda hammasi orqa miya, bosh miya, moddada bo'lib 86 milliard adashmasam neyron bor. Korteksda o'zida 16 milliardmikan bo'lishi kerak. 16 milliard o'zi oq moddada, korteks, ya'ni po'stloq qismida 16 milliard bo'lar ekan. Bu juda katta yo'qotishlardan olib keladi, yo'qotish hisoblanadi. Demak, yana bir tadqiqot 2015-yilgacha asosiy insultlarni davosi bu внутривенный тромболиз hisoblangan, ya'ni vena ichiga trombni erituvchi dori vositalarini jo'natish hisoblangan. Lekin внутривенный тромболиз hamma bemorlarga ham yordam bermagan.
va bu yordam beruvchi qaysi bemorga yordam bergan? Ya'ni bemorda trombni razmeriga bog'liq bo'lgan. Ya'ni bemorda tromb kichkina bo'lsa, effekti trombolizda ham shuncha yaxshi bo'lgan. Bu tadqiqotda ham ko'rib turibsiz. Bu yerdagi yuqoriga qarab rekanalizatsiya ko'rsatkichi berilgan, ya'ni qon tomirni trombolizis natijasida olib keta olishligi. Bu tarafda bo'lsa o'sha trombni kattaligi berilgan. Endi e'tibor qiling, tromb qanchalik kichik bo'lgan sari rekanalizatsiya, qon tomirni ochilib ketishi yaxshi bo'lgan. Lekin mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, demak 3 millimetrdan tromb katta bo'lgani sari uni trombolizis bo'lishi, ya'ni trombni erib ketish shansi pasayib ketadi. Aytaman 8 millimetrga borganda trombni erib ketish ehtimolligi deyarli 0 ga teng bo'ladi. Bemorda prognoz, demak millimetr tromb qanchalik yaxshi bo'lsa, davolash shunchalik samarali. Demak, tromb qancha kichkina bo'lsa, bemorda tromboliz shunchalik effektivniy bo'ladi. Agar tromb katta bo'lsa, 3 millimetr katta bo'lsa, 8 dan baland bo'lsa, deyarli trombolizis natija bermaydi. Demak, bizda endi yangi tadqiqot 2015-yilda JAMA jurnali bor. New England Journal of Medicine bor. Shunda tadqiqot bo'ldi. Shu tadqiqot insulin terapiyasini ancha tubdan o'zgartirib yubordi. Demak, bizda 2015-yilgacha ham endovaskulyar amaliyotlar o'tkazib kelingan, lekin bir maxsus laboratoriya, ilmiy maydonlarda, tadqiqot markazlarida o'tkazilgan xolos. Lekin даже buni effektlari bo'lmagan, salbiy oqibatlarga olib kelgan. Lekin 2015-yil Mr. Clean study shuni yangilik qilib olib chiqdi. Demak, bu tadqiqotda bemorlardagi endovaskulyar qon oqimidan trombni olib chiqish o'tkir ishemik holatda, o'sha paytda o'sha anterior arteriyalardagi holatlarda olib chiqish 6 soatgacha bu amaliyotni bajarish effektiv va xavfsizligini ko'rsatib bergan. Demak, tadqiqot quyidagicha ta'riflangan. Ko'rib turibsiz, maxsus shkala qilingan, modified ranking scale deyilgan. Ya'ni bu shkala bo'yicha 0 dan 6 gacha bo'lgan shkala. 0 bemor ancha yaxshi, 6 juda og'ir yoki o'lgan bemor, 5 o'z-o'zini eplolmaydigan, bu ham o'ta og'ir holatdagi bemor deyilgan. Ko'rib turganingizdek, intervention gruppasi birinchi qator. Bunda o'sha endovaskulyar amaliyot bajargan bemorlar, ikkinchisida kontrol gruppada bajarilmagan bemorlar. Demak, sodda qilib aytadigan bo'lsak, endovaskulyar amaliyotlar bajargan bemorlarda o'sha birinchi, ikkinchi skala bo'yicha ko'rsangiz ancha farq yaxshi bo'lgan. Demak, endovaskulyar trombni olib tashlash yaxshi samara berganligi 2015-yilda isbotlangan. Shu sababli hozirda juda ko'p bemorlar 6 soat ichida simptomlar boshlagandan 6 soatgacha ekstremniy holatlarda murojaat qilishsa, ularni shu davolash usuli orqali ancha yaxshi samara olish mumkin. Demak, endi o'sha xususiy holatimizga qaytamiz, ya'ni vizualizatsiyaga qaytsak, bir ozgina insult haqida tushuncha hosil qilib oldik. Nimaga bu tushunchalarni berdim? Chunki hozirgi kunda insult ko'p tarqalgan holatlardan biri hisoblanadi va bu vizualizatsiyani qanchalik ahamiyatli ekanini ko'rsatib berish edi. Demak, tomografiyani ahamiyatliligi doim ham bunaqa bo'lmagan. Oldingina faqatgina tomografiya bu ishemik insultmi, gemorragik insultmi farqlash uchun ishlatilgan xolos. Hozir mana e'tibor qilsangiz, ya'ni gemorragiya og'riq ko'ringan, demak bizda ishitma ko'rinmasa, ya'ni bemorda chap ko'rgan zararlanish hissiyotgasi bilan chap rasmda
o'ng yarim shar ko'rsatyapti. Bemor kelyapti bizga, chap taraflama, qarama-qarshi taraflama gempress bilan kelsa, bizda vizualizatsiya qilganimizda hech nima ko'rmaydi. Demak, bu ishemik insult deyilgan. Ya'ni vizualizatsiya faqat исключение vazifasini bajarib bergan xolos. Ya'ni bu yemarakmi, ichimlikmi deb ajratib berishga ishlatilgan xolos. Lekin endi hozir bu o'zgargan, bilmadim. O'zbekiston sharoitida qanaqa bilmayman. Chet el, Yevropalarda insult bilan kelgan bemorlarda 3 xil kompyuter tomografiyasi rejimi ko'riladi. Demak, bizdagi 3 ta metod, ya'ni birinchisi kontrastsiz enhanced CT deyiladi. Buni vazifasi nima? Buni vazifasi shu hozir aytganimizdek tarixiy rolni bajaradi. Ya'ni o'sha gemargik va ishemik insultlarni ajratish uchun ishlatiladi. Undan tashqari bu yerda erta va rivojlangan infarkt alomatlarini ko'rishda ham ishlatiladi. Misol uchun shu rasmda e'tibor qiladigan bo'lsak, bizda chap yarim sharda chizib o'tamiz. Bizda mana bu tarafda e'tibor qiling, o'ng yarim shar bilan farqi bor. Ya'ni chap tarafda oladigan bo'lsak, bu tarafda oladigan bo'lsak, bizda oq va kulrang modda farqi deyarli kamaygan va gemisferalar orasi ham nisbatan ancha farqlashga qiyin hisoblanyapti. Bu yerda o'sha atyok bor, edema bor. Ya'ni yana qaytarib o'tamiz, o'sha oq kulrang moddani farqi yo'qolgan va bu yer gipodensiya, ya'ni giperintensiya ko'rinyapti. Bu bildiradiki, middle cerebral artery, o'rta miya arteriyasidagi infarktni bizga o'tkir holatdagi turganini ko'rsatib beradi. Demak, bizda ikkinchi holat bo'lsa, o'sha CT angiografiya. Bizda buni vazifasi arteriyalar okklyuziyasini ko'rish, bo'yin, bosh, ichini sohasi, qandaydir to'siqlar bormi, shuni ajratib olish hisoblanadi. Demak, shu holatga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda middle cerebral arteriyasi tromb sababli uni ko'rinishi xiralashgan va ko'rinmay qolgan. Uchinchi holat bu CT perfusion, ya'ni kompyuter tomografiyada perfuziya rejimi. Demak, biz bu rejim orqali, ya'ni CT perfusion orqali nimani aniqlaymiz? Ya'ni yadro va penumbrani aniqlaymiz. Yadro bilamiz, markazdagi birinchi o'lgan infarkt to'qimi, ya'ni okklyuziya bo'ldi. O'sha joyda o'zida birinchi to'qima o'lishni boshlaydi va u sekin tarqala boshlaydi. Penumbrani endi tiklab yadroni endi tiklab bo'lmaydi, lekin penumbrani tiklasa bo'ladi. Agar penumbrani ham tiklanmasa, u ham infarktga yuz tutadi. Ya'ni u penumbral bo'lgan sohalar ham zararlanib, oxiri o'limga olib boradi. Demak, ushbu 3 ta rejimlar hozir ishemiya bilan kelgan bemorlarda tekshirishda qo'llaniladi. Ular haqida birma-bir gaplashib chiqamiz. Demak, enhanced CT'ni asosiy roli nima? Demak, bizda, ya'ni bu enhanced degani kontrast qilinmagan MCKT deyiladi, sodda qilib aytganda. Buni vazifasi o'sha oldingidaqa ishemik insult va gemargik insultni farq qilib berish hisoblanadi. Undan tashqari bizda o'sha insultni imitatsiya, ya'ni insultni maskirovka qiluvchi bir holatlar ham bor. Misol uchun bular o'smalar. Shu o'smami yoki insultmi farqlashda ham aynan shu enhanced CT dan foydalanamiz. Undan tashqari bu rejimda vazifasi established stroke'ni, ya'ni уже rivojlanayotgan insultni erta bosqichlarda aniqlash ham hisoblanadi. Albatta, bu oson
hisoblanmaydi. Juda murakkab va e'tibor talab qiladi. Demak, ushbu bemorlarni ham kompyuter tomografiyasini ko'rib turibsiz. Birinchi holatdagi rasmda e'tibor qilsak, уже katta maydonda ishemik insult rivojlanib bo'lgan. Ya'ni o'zi rivojlanib bo'lgan insultni ushbu enhanced CT ko'rsatib beryapti. Bizda gipodens holatda ko'rinyapti maydon. Oq va qora, oq va kulrang moddani farqlash bu yerda ilojsiz. Giruslar, ya'ni pushtalar ham ko'rinmayapti bu holatda. Demak, bizda bu middle cerebral artery, o'rta miya arteriyasi zararlanish holatini ko'rsatadi. Bilamiz, gemisferalarni lateralroq holatlarini zararlaydi. Va bizda ikkinchi o'rtadagi rasmda anterior cerebral artery zararlanish maydonlari ko'rsatilgan. U paramedian va medial qismini qon bilan ta'minlash. Shu sababli shu yerda gipointensivli, ya'ni qoraroq ko'rinish yuzaga kelgan. Uchinchi holatda bo'lsa posterior orqa miya arteriyasi zararlanishi kartinasi berilgan.